Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Ko'pchilik menga aytibdi, ustoz, men sizni guruhingizga o'qigim keladi, zo'r darslar, nimalar, lekin sizdan qo'rqaman. Ya'ni mendan qo'rqar ekan. Nimaga qo'rqasan desam, darsga kira olmay qolsam, nimadir qilsam chiqarib yuborishingizdan qo'rqaman deb aytgan ekan. Do'stlar, qayerga nima desangiz deylar, qo'rquv bo'lmasa yuksalish bo'lmaydi-da. Biror nimadan qo'rqib tursangiz, ya'ni sizda o'ylov bo'lsa, miyangizga nimadir narsa bo'lib tursa, ya'ni nimadir narsadan qo'rqib tursangiz, o'zingiz sizga ishlaysiz va rivojlanish bo'ladi-da. O'shaning uchun ko'pchilikka aytardim, do'stlar. Qo'rqmang, yaxshilab natija qilish uchun harakatda bo'ling. O'shani o'zi yetarli bo'ladi-da. Keyin ko'pchilik aytibdi, ustoz, TV'siga registratsiya qilish tushunmayapman, tushuntirib bera olasizmi deb. Albatta tushuntirib beraman. Mayga sifrga topshirmoqchiman, ya'ni milliy sertifikat topshirmoqchiman. Qanday bo'ladi topshirishlar yoki tayyorlov deb. Hozirdan boshlashimiz kerak. Hozirdan sinoviy tayyorlovni boshlashimiz kerak. Endi grammatikaga bog'lanib qolish kerak emas deganida. Raz shundan va hozirdan boshlash kerak. Keyin mana mendan qo'rqayotganlarga tavsiya bermoqchiman. Ya'ni qo'rqaman, ustoz sizga topshirish, ya'ni o'qigim keladi, yaxshi dars. Lekin qo'rqaman deganlar uchun do'stlar, siz agarda qo'rqib tursangiz, ya'ni ustozdan bo'ladimi, kimdandir qanaydir xaniqib tursangiz, o'shandagina o'qiysiz-da. Mana bugun ertalab shunday turdingiz, turganingizdan sahardan bo'ldi, men bugun turib o'rganaman deb o'zingiz dars qila olasizmi? Hech qachon dars qilmaysiz. Shuning uchun asosan aytib qolardim, do'stlar, kimdandir qo'rqib turish kerak yoki bo'lmasa qanaydir o'zingizga maqsadingiz bo'lishi kerak-da. Shuni tavsiya qilib qolardim, do'stlar. Kursga kirmoqchi bo'lsangiz, haqiqatdan ham o'zingizga ishonch bilan o'qiyman degan holatda kirish kerak. Qo'rquv birinchi o'rinda turadi. Ya'ni qo'rqitish degan urib tepish, yiqitish degani emas. Ya'ni siz to'lov qilasiz, mablag'dan to'lov qilib qo'yganligingiz uchun chiqib ketmaslik uchun siz harakat qilasiz, chiqarib olish uchun men harakat qilaman. Ana o'rtada keyin natija paydo bo'ladi, do'stlar. Bugun oxirgi kun ekan, ya'ni mart oyidagi, aprel oyidagi imtihonga to'lov qilish muddati oxirgi kun ekan. Barchaga omad, sog'lik. Qarasanglar 17-may kuni ham TS ham milliy sertifikat bor ekan, do'stlar. Juda qattiq tayyorgarlik ko'rish kerak. Oxiri o'sha bo'ladi. Oxirgi imkoniyatlaring o'sha bo'ladi, ayniqsa bakalavr, magistratura kiraman deganlar, oxirgi imkoniyatlaring o'sha bo'ladi, do'stlar. O'shaning uchun do'stlar, barchaga sog'lik, salomatlik, do'stlar. Omon bo'linglar.